Assalomu alaykum. Rossiyada arzon bana bu yerga nisbatan. Salomlashamiz. Hurmatli tele tomoshabinlar. Tele tomoshabinlar bizning Otabek TV ko'rsatuvimizda Saudiyadagi Saudiyadagi narx-navolar. Assalomu alaykum. Bu mana Saudiyan menimcha anaqa lenta Rossiyani Ashan o'shanga o'xshagan magazinlar bo'lsa kerak. Mana plov. hammasidan bor, bilasizmi? Ashandan ham bor, lentadan bir ikki uchtasi. Qayerda? Krasnodarda o'zi. Ha, da. Krasnodardan Ashandan tomonda edi. Adigiya tomonda. Ketishingizda o'sha yo'lda. Mana necha kilo bu endi hozir? 4 riyol. Tur 5 riyol pastida. 5 riyol tarvuz. Buni qara. 17 riyol shu ana qovun. Qovun 17 riyol. Ya, mas. Xufton namozi. Yarmdan ko'pi turklar. Turkcha gapiradi. Ha, yarmdan ko'pi turklar. Ziyoratchilar juda ko'p. Alhamdulillah. Al-Bukhari kebab Samarqand restoran. Makka shahrida. Birodari aziz. Makkada o'zbeklarning choyxonasi, arabcha. Ha, arabcha stilda qilingan. Nom o'zbeklar xolos, nomini o'g'irlashgan. Nomini olishgan. Fake. O'zbeklar jalb qilish uchun, o'zbeklar baribir mansabparast. Da, qo'shilaman. Keyin rosa ko'p shunaqa Samarqand, Buxoriy degan restoranlar juda ko'p. Ichiga kirib qarasang, arabcha ovqatlar bo'ladi.